Kichkina kenguru tasodifan onasining xaltachasidan sirg'alib tushib ketdi va imkon qadar tezroq yana ichkariga qaytishi kerak edi. Oyoqlarida qaltirab, zo'rg'a turishga harakat qildi va xaltachaning og'zini izlay boshladi. Qayta-qayta onasining qornini panjaladi, ammo kirish joyini topa olmadi. Onasi boshini egsa, kichkina kenguru darhol muvozanatni yo'qotib, yerga yiqilib tushardi. Qancha urinmasin, muvaffaqiyatsizlikka uchrasa ham u hech qachon taslim bo'lmadi. Onasi shoshilib yordam berish o'rniga bolasini muloyimlik bilan yalab, uni o'z kuchiga tayanishga undadi. Barcha kuchini to'plab, u yana oyoqqa turdi. Onasiga mahkam yopishdi va o'zini xavfsiz his qiladigan yagona joy xaltachaga qaytishga tinmay harakat qildi. Kenguru bolalari tug'ilgan paytidan boshlab xaltacha ichida yashaydi. U yerda ular ozuqa, issiqlik va himoya oladi. Odatda ular taxminan 1 yoshga to'lguncha xaltachani to'liq tark etmaydi. Nihoyat, son sanoqsiz urinishlardan so'ng kichkina kenguru kirish joyini topdi va qolgan oxirgi kuchini ishlatib ichkariga tirmashib chiqdi. Ona kenguru nihoyat yengil tortdi, bolasini muloyimlik bilan yalab, taskin berdi. So'nggi bir harakat bilan kichkina kenguru butunlay xaltachaga qaytib oldi. Holdan toygan, ammo g'alaba quvonchiga to'lgan holda.